ikkinchi etajni tugatay deb qolibdilar usta akamiz. Assalomu alaykum. Tak. Bu yerda ham bitta avtomat bo'ladimi shunda usta aka? Kameraga so'radi. Bu yerdan yoqib, qolsa o'chiradigan. O'rtada birasi bo'ladi. Tamam. O'rtada yana trassa, tepada gap yo'q. Gap yo'q, ishingizga rivoj usta aka. Elektrический kabellarni qaranglar, qanaqa chiroyli o'tkazibdilar. Shuncha kabel olib kelishibdi. Selim gap yo'q. İşlerimiz ancha zo'r ketyapti. Ikkinchi etajdagi yana bitta spalnyamiz. Bu родительский spalnya edi. Men bu yerda bitta o'zini dushovoyi hojatxonasi bo'ladi, xudo xolasa. Selim gap yo'q, chiqyapti ishlarimiz. Tak. Elektrika ishlarimiz ancha bo'lib qoldi. Mani fikrimcha lombozam qurib qolgan bo'lsa kerak. Ustakalarimiz zabor tashlanadigan joyga, fundamentga mani fikrimcha Alloh xolam o'zi bir qancha bishopkalarni yasab qo'yibdi. Yana yasashyapti. Selim молодцы. Gap yo'q. Maksimum darajada sifatli qurilish bo'lgan bu kottejlarda. Mabodo shunaqa uy qidirgan yaqininglar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Hamkasbiylik etinglar, savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, aqlimiz yetgancha javob yozamiz. Like bosishingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.